Beraver aka, beraver. Mani yuzimni ochib qo'ysiz ham. İçtimai tarmoqda videoda masofa beramiz. Bo'ldi, beraver. Mana o'rtadagi ajratyapti. Nimani tomonlama ajratyapti? harakat tashkil etilgan. Endi biz sharhini o'qiymiz. Bitonkani nimada sharhlayotgan. Ikki tomonlama transport vositalari oqimini ajratyapti. Lekin nariga taraf taqa ketyapti. Bitonkani ag'i. U noma'lum. Uni mashitda yashaydigan o'zingiz gapingiz bilan mashitda yashaydigan odam biladi buni. Farg'onagacha. Siz o'zingizni aytyapsiz, 3-bo'lakka chiqqaningda mumkin edi deyapsiz. Nimaga siz o'shini bergani qo'ydirib qo'ymadingiz? Qo'ydiramiz, u o'ziga gaplashamiz. Ha, endi siz harakat deysiz mana. Mendan kelyapsiz, ha? Mendan harakatlanib keldingiz. Mana shu joygacha harakatlanib keldingiz. To'g'rimi? Videoda ko'ryapmiz. Mana shu joygacha harakatlanib kelyapsiz. Bu yerda harakat o'ngadigan belgi yo'qligi uchun yoki chiziq yo'qligi uchun siz chapga harakatni amalga oshiryapsiz. Videodan ko'ryapsiz, siz birinchi palasaga harakatlanib chiqyapsiz. To'g'rimi? Keyin ikkinchi palasaga o'tyapsiz, keyin uchinchi palasaga o'tyapsiz. To'g'rimi? Men sizni hozirda men chap bilan yurganim uchun aytyapman. Bu yerda belgilar yo'q, chiziqlar yo'q. Chunki yo'l remont bo'lyapti. Bu remontni ikkinchi tarafi nima deydi? Lekin bitta siz kelib turgan holatda na remont holati ko'rinyapti, na boshqa narsa ko'rinyapti, na belgi, na chiziq ko'rinyapti. To'g'rimi? Bunda teng bo'ldi. Ha, unda teng bo'ldi. To'g'rimi? Endi prosta yerda belgi yo'qligini remont bilan aytyapman. Holat prosta siz uchun aytib qo'ydim. Lekin hozir shu qo'yilib oldimi? Qo'yishyapti. Biz erishibmiz maqsadimizga sizlar. Bizning maqsadimiz ashga belgi qo'ydirish edi-da. Yaxshi, maqsadlar yaxshi, yana bir marta aytaman. Maqsadlar yaxshi, lekin bu maqsadni qaytalar kamchilik borligini qoidabuzarlik bilan ko'rsatishyapmiz-da. Uni biz to'g'ri, shaxsan men to'g'ri qabul qilaman. Qaytadir yo'lda zinak yo'qligini yoki chiziq o'chib ketganini yoki yo'lda qaytadir kamchilik borligini biz ko'rmay qolganmiz, e'tibor bermay qolgan joyda kimdir ko'rsatsa, men uni shaxsan men to'g'ri qabul qilaman. Bu yerda hozir ko'rganman, o'sha shotgan qo'yib olib, ko'chani boshiga manikka qo'yib olib qilyap turganlaringda. Qaysidir kuni qo'yib qilgansizlar, qaysidir kuni yo'q. Lekin bular harakatlanib kelgan vaqtida mana belgi yo'q. Qarshiligingiz yo'q, hech qanday baribir ijtimoiy tarmoqlarda savol, sukun nimasi yo'q. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot guruhi katta mutaxassisi kapitan Qobilov Alijon Shinibi. Bo'ldi. Xo'p, Elbek aka, bo'lgan holat yuzasidan nima deysiz? Endi hujjatlaringizni ko'raylik, ichkariga kirib bemalol. Hujjat mana shu nimam bor xolos mana. Ichkariga kirib bemalol siz bilan bemalol gaplashamiz. ID kartam bor. Transport vositasini o'sha mahallada men boshqargan vaqtimda mana hujjatlarimizni ko'rsatsangiz chiqib turadi. Kimlarga boshqardi? O'zim bugun. kameraga ham olib ketganman yo'lda. Nima deysiz? Kameraga ham olganman. Biz hozir menimcha 12-man bo'yicha bo'lsa, hozir qarama-qarshini hal qilganiga yo'q, yo'q, telefonmi? Aniqlashtiramiz. Menga olmayapti, chiqarganini. Ichidan salafonni ichidan chiqadi. Aziz nimasini o'qisam chiqarsa kerak, 115 33 O'z ishonchnomada kimlar borligini ko'rsatsan bo'lsa kerak. Ada 115 33 19. 115 33 19. Hammasi bor aka. Nechta odamimiz? 8 dan. Biz hozir
bunday qilingda man bizni hech qanday bir xodimlarga nisbatan YPX xodimlariga nisbatan hech qanday g'arazli niyatimiz yo'q. Просто bizni yo'l nazoratiga bo'lyapti bu yerda qaratilgan ko'p e'tiborimiz yo'l nazorati qo'ymayapti belgilar. Naraqa qo'ying so'ramay. Salom. Bugun qo'lingiz yaxshimi? Valis, Qo'li band ekan, to'g'ri. qo'limni ko'rmadingizmi? Mana. Hop, ayting. Bu ishdan olib bermagan yo so'kmasimi? Beraman, beraman. Men yuzimni shuni ochib qo'ysangiz ham. ijtimoiy tarmoqda videoda munosabat beramiz. Bo'ldi, ber. Mana ijara qo'ymasdan shunday qo'ysangiz ham, men qarshiligim yo'q. O'sha kuni telefonlashdingiz. Tamam. Beşim. O'sha kuni telefonlashdik. So'radingiz, savol berdingiz. Men savolga javob berdim. Yana shu harakat qildingiz. Nima uchun? Tushuntirib bera olasizmi? Chunki qoidabuzarlar yo'qligi uchun. Nima uchun qoidabuzarlik yo'q deb hisoblaysiz? Chunki hech qanday bir belgi yo'qligi uchun men o'sha yerda shunaqa ma'no berib qo'ydim. Belgi yo'qligi uchun shunaqa harakatlanasiz. Belgi yo'q bo'lsa ham bunaqa harakatlanish mumkin bo'lmagan holatlar bor dedim. Yo'q, hop, belgi bo'lmasa, Siz o'zingizni harakatingiz faqat belgi yo'qligi bilan oqlaysiz. O'shaning uchun siz to'g'ri harakatlandim deb ha, o'ylaysiz. mana bunaqa savolda yo'q, mana siz bilan biz samimiy suhbat qilamiz deb keldik-da. Biz siz bilan hech qanday bir hali adovatimiz yo'q. To'xtamiz, men shunaqa bilaman. Adovat yuzasidan gaplashmayapmiz. Biz siz bilan Men samimiy savol berganim, siz nima uchun bunaqa fikrga keldingiz? Men o'shanga qarab, sizni fikringizga qarab, men o'zim fikrimni tushuntiraman. Ha, men yo'llarda men haydovchilik guvohnomasini hozir o'zim ko'rdim. Hamma toifam bor-da mana. Men o'qiganman, yo'l harakat qoidasini men tushunaman, yaxshi talqin qilaman bu narsani. Bilaman. Ha, keyin qarangda, bu yerda holat sizga nisbatan ham emas hech qanaqa. Yo'q. Sizni aybingiz ham yo'q. Bu yerda YPX xodimining hech qanaqa aybi yo'q. Lekin talab qilish kerak edi yo'l nazorat. Bu yerda hech qanday bir belgilar yo'qligi sababli haydovchilar yo'l belgilari hamda chiziq, svetofor hamda YPX xodimlarining qonuniy ishoralariga bo'ysunadilar deb gapirilyapti. 3-bandida. Men shuning uchun hech qanday ishni taqiqlamayapti. Aytaman, men shunga chiqib turib, chapga burilib turib, o'yin bo'ladi qiladi. Chunki o'yin bo'lay joriy qilingan. O'sha kuni siz menga shu savolni berganingizda men sizga tushuntirdim. Belgiga chiziq bo'lmagan holatda haydovchi o'zi mustaqil aniqlaydigan holatlar ham bor. Bu 65-band bo'yicha dedim men sizga. Ha. Lekin 65-bandida umuman shartida umuman boshqa narsa bor. 65-bandida to'r bo'lakli yo'llarda bir tarafga ketayotganda o'rtada 1-3, 1-1 chiziqlari bo'lmagan holatda haydovchi o'zaro o'zidan kelib chiqqan holatda bo'lak tanlashligi kerakligi ko'rsatilgan. Endi mana bu vastroy ichi, bu yo'l. Siz shunda hozir belgi yo'qligi uchun siz mana shu holatda tabrasiga deymiz, tutashma. Mana shu holatda betonga ajratuvchi bo'lakdan bag'ini siz ikki taraflama yo'lda hisoblayapsiz. Yo'q, men bu choraqa teng ahamiyatli. Xo'p. Teng ahamiyatli choraqa. Yo'q, endi siz o'sha choraqani chegarasini bu betonkadan bag'ida hisoblayapsiz. Shunaqa o'rtadagi betonkadan. Betongani men bilmayman. Bilmaysiz. Ha, shunaqa deyapsiz-da, siz betonkadan bag'ini choraqa deyapsiz. Tutash choraqa. Demayapman choraqami o'zi? Bir sathda kesishadigan, ayriladigan. Yo'q, men aytganim deyapsiz deganim u betonkadan bag'ini deyapsiz. Ha, choraqa. Yo'q, o'zi samasa bu choraqa. Faqat sizni fikringizcha betonkadan bag'i. Hozir. Ha. Shunaqa. Ha. Shunaqa deb o'ylayapsiz. Shunaqa deb o'ylab harakatlanyapsiz, to'g'rimi? Chiziq yo'qligi uchun, belgi yo'qligi uchun shunaqa deb harakatlanyapsiz. Vaholanki, bu yerda bor 1.5 chiziq, bu yerda bor 1.5 chiziq, ha? Betonkani bag'ida ham xuddi shunaqa 1.5 chiziqlarimiz bor, yo'l bu yerda. Chunki ag'ir ko'rinmaydi ag'ir. Ha, sizga ag'ir ko'rinmayapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa ketyapti. Siz endi mana uni yo'q deb tasavvur qilyapsiz. Yo'q deb tasavvur qilib chapga harakatlanyapsiz, to'g'rimi? Shu holatda siz o'zingiz uchun to'g'ri deb qabul qilyapsiz. Ha, men yo'l harakat qoidasini buzmadim deyapman. Buzmadim deb hisoblayapsiz. Men o'zim uchun buzmadim.
Endi mana siz bilan samimiy gaplashyapmiz. Men sizga hozir mana shu holatda yo'l harakat qoidasini buzganligingiz bo'yicha tushuncha beraman. Hop. Agar siz men bilan samimiy bir munosabatga kelgan bo'lsangiz, Lekin bandi bilan. Prosta, bandi bilan tushuncha beraman. Agar haqiqatan ham siz qoidabuzarlik qilgan bo'lsangiz, mana shu joyda sizga nisbatan protokol tuzamiz. Hop. Men keyin sizga tushuntirish uchun, siz bilan haligi razbor qilish uchun emas. Razbor. Sizga deb-ku ko'chada sizlar men kuygaman. Samimiy. Bir tomondan balkim siz to'g'ridirsiz. Chunki yerda belgilar yo'q, chiziqlar yo'q. Chunki yo'l remont bo'lyapti. Xo'p, remontini ikkinchi taraf nima deylik? Lekin bitta siz kelib turgan holatda na remont holati ko'rinyapti, na boshqa narsa ko'rinyapti, na belgi, na chiziq ko'rinyapti, to'g'rimi? Unda teng bo'ling. Unda teng bo'ling. To'g'rimi? Endi prosta yerda belgi yo'qligini remont bilan aytyapman. Prosta siz uchun aytib qo'yayman. Lekin siz mana shu holatda ham qoidabuzarlik qilganingizni men sizga tushuntirib o'taman. Endi bandi bilan ko'rsatasiz. Bandi bilan ko'rsataman. 172 mi? Ha? 172. Endi siz harakatingiz mana bu yerdan kelyapsiz, ha? Bu yerdan harakatlanib keldingiz. Mana shu joygacha harakatlanib keldingiz. To'g'rimi? Videoda ko'ryapmiz. Mana shu joygacha harakatlanib kelyapsiz. Bu yerda harakat o'ngadigan belgi yo'qligi uchun yo chiziq yo'qligi uchun siz chapga harakatni amalga oshiryapsiz. Videodan ko'ryapsiz, siz birinchi palasaga harakatlanib chiqyapsiz. To'g'rimi? Keyin ikkinchi palasaga o'tyapsiz, keyin uchinchi palasaga o'tyapsiz. To'g'rimi? Men siz hozir demak chap bilan yurganim uchun aytyapsiz. Albatta. Ha? Xo'p, endi sizga yana bitta savol. Men sirazi chiqib turib, men bunaqasiga chiqarmayman yo'lda. Uchovini birdan kesib o'tadimmi? Endi to'xtang. Chetda sizni harakatingizni o'rtadagi mana shu joydan boshlangan. Ya'ni siz xo'p, mana betonkadan bag'ini yo'l deb tasavvur qilgan taqdiringizda ham mana shu joyda tabrasga choraqa. Ha, sizning fikringizcha tabrasga choraqada bu yerda nima paydo bo'lyapti? 3 bo'lakli choraqa paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Ikki tomonlama harakat tashkil etilgan 3 bo'lakli yo'l paydo bo'lyapti. Sizning fikringizcha. Sizning fikringizdan biz hammani fikricha bilmaydigan odam uchun shunaqa. Xuddi shunaqa. To'g'rimi? Endi mana betonkadan bag'ini hisobga olmaydigan bo'lsak, bu yerda bunday kelgan haydovchiga, demak bu yerda 3 bo'lakli ikki tomonlama harakat tashkil etilgan yo'l paydo bo'lyapti. To'g'rimi? Endi mana shu holatga qarab ko'ramiz. Nechinchi bandi? 66-bandni ochib ko'ring. 65, 66. Mana. Yo, nima o'tiribman murojaatlarda? Yo, chiqib ketgan. Yo. Mana. Qarang. Harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan. Siz aytgandek, harakat ikki tomonlama, ya'ni bu yerdan bu tomonga, bundan bu tomonga. To'g'rimi? Sizcha xuddi shunaqa. Harakat ikki tomonlama tashkil etilgan, bo'laklar, chiziqlar bilan belgilangan, ha? Chiziqlar bilan belgilangan. Bu yerda 1.19 yo'l chizig'i bundan mustasno deyapti. Sabab reversiv chiziq. Bu yerda yo'qligi mavjud, to'g'rimi? 3 ta tasmali yo'llarda, ya'ni 1, 2, 3 ta tasma paydo bo'lyapti. Sizning fikringizcha, 3 ta tasmali yo'llarda ikki yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan o'rta qatorga, ya'ni mono qatorga. To'g'ri chiqadi xolos. Quvib o'tishish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchungina chiqishga ruxsat etiladi. Demak, mono palasada doimiy harakatlanish mumkin emas. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi. Endi mono qatorni egallash taqiqlanadi. To'g'rimi? Endi bilmaylik. Siz endi buni razmiga qarang. Razmida qanaqa holat sharh qilyapti, qanaqa holat ko'rsatyapti. Hop, u avval kelishdagi. Yo'q, siz kelishdi emas, siz harakatlanib chiqyapsiz. Sizning fikringiz bo'yicha. To'g'rimi? Sizning fikringiz bo'yicha kelganingizda choraqa deb tasavvur qildim men deyapsiz, to'g'rimi? Betonkadan bag'ini choraqa deb tasavvur qildim. Shunaqa belgi yo'qligi uchun deyapti. Lekin siz kelib turgan yo'lda o belgi yo'q, chiziq yo'q, to'g'rimi? Lekin mana bu chiqib turgan yo'lingizda chiziq bor. Xo'p, 3 ta 5 turibdi. 3 ta bo'lakli chiziq bor. Siz o'ylayapsizki, bu joyda
3 polosali ikki tomonlama harakat tashkil etilgan. Sababi bu yerda bir tomonlama emas bu, ikki tomonlama yo'l, to'g'rimi? 3 ta bo'lak bo'lgandan keyin 3 bo'lakli ikki tomonlamali harakat tashkil etilgan yo'l deb tasavvur qilyapsiz. To'g'rimi? Nima uchun siz bunda bo'lmasam chetki chap qator bilan harakatlanyapsiz? Men birin-ketin o'tamanmi 3-chi Yo'q. Bunday holatlarda haydovchi agar qonuniy harakatlanish uchun birdan egasini o'tish kerak. To'g'ridan to'g'ri mana bu yerga harakatlanish kerak. Ana bunda qonun qoidabuzarlik bo'lmasdi. Shunda bo'lmasdi. Sizda bitta xatoyingiz mana birinchi bo'lakda harakatlanib, keyin ikkinchi bo'lakka, keyin uchinchi bo'lakka o'tganingiz bo'lgan. Mana bu joyda siz qarama-qarshi harakatlanasiz. Ya aslida o'zi sharhida bitta boshqa narsa beryapti lekin siz sharhini qarang. Yo sharh mana sharh. Mana rasmini mana. Qanaqa holatda egallash taqiqlanadi deyapti. Ha, shuni aytyapti-da, mana bu kelib turib, chapga chap qatorda umuman harakatlanish mumkin emas. Mana shu qarang, mana 66-bandini siz rasmi bilan qarang. Qanaqa holatda ketayotganda egallash mumkin emas, lekin men bo'lak alishtiryapman yerda. Men uchun chorrahadan chiqyapmanmi? Kechirasiz. Bitta umuman har qanday holatda chapga chap qatorda egallash taqiqlanadi o'zyapti. Mana qarang. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi. Siz to'g'ridan to'g'ri agar siz xuddi shunday yo'l bo'ladigan bo'lsa, bizda yo'q, bunaqa yo'q. Bizda 3 qatorli, 3 bo'lakli, 2 tomonlama harakatlangan yo'l yo'q. Yo bir tomonda bir bo'lakli bo'ladi, yo 2 bo'lakli bo'ladi, o'rtada 1-1, 1-3 chizilgan, yo 1-5 bo'ladi, yo o'rtada beton yo'l bo'ladi. Shunaqa yo'q. Bizda bunaqa yo'l yo'q. Lekin qoidada bor. Bu narsa qachondir bizda ham qilinishi mumkin. Agar shunaqa yo'l bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu joydan Vastroychidan to'g'ridan yangi Marg'ilon ko'chasidan to'g'ridan harakatlanib kelib turib, to'g'ridan to'g'ri betonkani tagidagi siz o'tgan o'sha betonkani tagidagi yo'lga to'g'ridan to'g'ri harakatlanganingizda qoidabuzarlik. Endi bir savol, xo'p, bu qoidabuzarlikni qarab turingda, buni keyin nima qilamiz? Nimaga siz hozir qaramayapsizki, haqiqatga buni qaramayapsiz? Hozir mana prezident bo'layotgan sa'y-harakatlari borda, inson hayotini xavfsizligini ishonchli ta'minlash bo'lyapti. Hozir shunga qaratilgan avtomobil yo'llarida. Nima uchun siz hozir aytmayapsizki, bu yo'l nazoratiga qanaqadir savol beradimi? Nima uchun belgilar o'rnatilmaganligi to'g'risida? Nazoratiga savollar berildi. Beradimi? Ularga qanaqadir choralar ko'riladimi? Ko'riladimi? O'zi bunaqa holatlarda nima qilinishi kerak? Remont bo'lyapti deyapsiz siz o'zingiz gapingiz bilan. Endi siz to'xtang. Shu narsani siz qayerlisiz? Mashhurmi? Farg'ona shahrisiz, to'g'rimi? Farg'ona shaharlik odam bu joydan Vastroydan chiqish bir tomonlama bo'lganligini juda yaxshi biladi. Yo'q, men o'zim uchun emas bu. Yo'q, endi to'xtang. Endi mana siz o'zingiz uchun emas, как будто birinchi marta mana shu joydan harakatlanib kelib turgan odam sifatida harakat qilgansiz. Chunki birinchi marta kelib turgan odam hech qanaqa belgi yo'q, chiziq yo'q, to'g'rimi? Chiziq yo'q, belgi yo'q, hech qanaqa shu holat bo'lganligi uchun siz birinchi martasida harakatlanib kelib turgan odamdek mana bu doirada harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Endi u joyda remont bo'layotgani, u joyda chiziq yo'qligi, boshqaligi hammasi bu boshqa holat. Buni siz bilmaysiz. Birinchi marta harakatlanib kelib turgan odam birinchi marta bitta remont bo'layotganini umuman bilmaysiz. Siz gapingizni eshitib aytyaptimi? Yo'q, men gapimda men siz uchun o'zingiz uchun tushuncha sifatida aytyapman. Bu joyda remont bo'layotgani. Birinchi marta harakatlanib kelib turgan odam mana bu doira ichida harakatlanadi. Bitta na chiziq yo'q, na belgi yo'q, na boshqa yo'q, hech bor yo'q. Bitta hozir sizni videongizdan ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa remontni alomati ham. Chunki deyarli tugadi, bo'lmayapti remonti, faqat chiziq chizish, belgi qo'yish qolgan xolos. Uni birinchi marta siz o'ylaysiz, birinchi marta harakatlanib kelib turgan odam sifatidagi harakatlanib deyapti. Birinchi marta harakatlanib kelib turgan odam bitta remont bo'layotganini bilmaydi. Biladigan alomat yo'q edi. Demak, bitta chiziq yo'q, belgi yo'q. Demak, bu holatda birinchi marta harakatlanib kelib turgan odam chiziq yo'q, belgi yo'q holatda qoidada qanday harakatlanish kerak bo'lsa, shunday harakatlanish kerak, to'g'rimi? Endi siz Farg'ona shaharlisiz. Bu joyda bir tomonlama harakatligini, remontligini bilasiz, to'g'rimi? Endi bila turib, mana shu joyda belgi yo'q, chiziq yo'qligini ko'rsatish uchun, to'g'rimi? Qanaqadir kamchilik bo'layotganini ko'rsatish uchun ateliyadan chetdan harakatlanadi. Bu ikkinchi to'g'ri, to'g'rimi? Shunda hozir men huquqbuzarlik sodir qilib turib, men ateliat huquqbuzarlik sodir qilgan bo'lib qolyapman. Aka shunday. Yo'q. Yo'q, siz aka menga aytib boshlaysiz kerak. Yo'q, men sizga adovat deganim yo'q. Men tushundim. Biz samimiy suhbatlarimizni kelishdik boshida. Men siz chaqirganingiz uchun keldim. Bo'lmasa boshqa joyga o'zingiz keldirdim. Yo'q, tushundim. Men ham sizni hali ham samimiy suhbatlar. Siz hozir holatingizni tushuntiryapman. Yo'q, biz aslida mana yerda sharhi bilan ko'rsatyapti aka holatni hozir. Rasmi bilan ko'rsatyapti. Qanaqa holatda 3-bo'lakda egallamasligi kerak. Qanaqa holatda emas, qanaqa holatda emas. Holat qarang. Umuman holat. Yo'q, siz sharhini ko'ring. Umuman hadan chiqishda aka
Yo'q, mana bitta narsani to'g'ri tushuning mana. Xo'p, u remont testdan chiqaraylik. Sizni harakatingiz bo'yicha gaplashaylik, mayli. Faqat sizni harakatingiz bo'yicha muhokama qilaylik. Samimiy muhokama qilaylik. Mana rasmni ham ko'rsatyapti, to'g'rimi? O'ng tomon, mana hali aytganimizdek, siz tasavvur qilgandek 3 polosali 2 tomonlama harakat tashkil etilgan yo'lni izohini beryapti. Bu joyda qanday holatda o'tish kerakligini emas, umuman bu chapki qatorga o'tish Aka, mana endi mana necha 41, 42. Svetoforda bizda shunaqa holatlar bo'ldiki, svetoforni sariq ishorasi taqiqlaydigan ishorada 1.12 chiziqlarida haydovchilarni qanaqa holatda sariq yonganda o'tib ketish kerakligi ko'rsatildi-da. Lekin uzoqdan o'tib ketgan transport vositalarini jarimaga tortildi. O'shanda mana sharhini ko'rsatildi. Mana rasmini ko'rdingmi deyapti, qanaqa holatga yaqin bo'lganda deyapti. O'shandagina sariqqasan o'tib ketalasan xolos. O'shanda keskin tormoz bermaslik sababdan. Endi qarang aka, bu holatda hozir men gaplashmayapman. Yo'q, aniq bilasizmi aka? O'sha mana bu rasmga qarab turib qilinayotgan narsa endi bizga kelganda o'sha rasmga qarab qilinmayapti. Endi samimiy gaplashaylik. Samimiy Kimdir gapirgandir, kimdir aytgandir. Men uni ustida bo'lmaganman, men uni ustida gapirmaganman. U qaysi fikrda, qaysi dunyoqarashi bilan, qaysi o'zini bir fikri bilan bu gapni gapirgan menga qorong'i. Siz hozir endi men yo'q, samimiy gaplashamiz. Beraman. Endi bilan 66-chi hozir buzilmayapti. Qanday buzilmaydi? Yo'q, mana jumlaga e'tibor qarating. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi deyapti. Siz egallab harakatlanyapsiz. Hop, men qarab 3-chi polosaga yo'q, siz to'g'ridan to'g'ri mana yerdan 3-chi polosaga o'tish imkoniyatingiz bor-ku. Men hozir bittada men kesib o'tmayman. 3 polosa kesiga yo'lga qo'shilyapti. Kesib o'tmasangiz, siz o'ylayapsizda harakatingiz, siz mana bu yerda qilib turgan harakatingiz, siz mana yerda belga chiziq yo'qligi uchun siz mana betonkadan bag'ini bir tomonlama deb harakat qilyapman dedingiz, o'zingiz to'g'rimi? Betonkadan bag'ini bir tomonlama deb tasavvur qilgan odam. Deylik mana bunday narsa. Sizga savol. Deylik shu holatda haqiqatan ham tabraska choraqa deylik, tabraska yo'q. Mana yerda bir bor. To'g'rimi? Siz mana yerdan chiqib kelib turib hech qachon mana yo'lga yurmaysiz. Bir bo'lsa yurmayman. Yo'q, bir agar o'sha yerda bir bo'lganda olmasin. To'xtang, bir nima uchun yurmaysiz? Chunki taxlatini bosib o'ynaydi. Ha, 66-marta ham mana 3 qadam mana sildirg'ab 66-marta. Ha, mana chapga chet qatorda ekan. Agar chetga chizdirdi, bir chizilganda aka men yurmasdim men. Yo'q, endi yo'q, buni bilasiz, hamma biladi. Nimani? O'sha bir-birni bag'ida qarama-qarshi yo'nalishligini biladi. Bir bo'lganda yurmasdim. Lekin siz hozir elbaga gapingizni bildimi? Nimaga siz hozir yo'l nazoratini bunday chaqiringmi? Yo'q, yo'l nazoratini to'xtab turing, harakatingiz. Yo'q, ahvol harakatim bo'yicha gapingiz yo'q. Gaplashib olaman, gaplashyapman bu holatda. Keling, mana yerda yoritamiz. Ertaga avtoavariya bo'lib boshqa narsa bo'lsa kim javob beradi? To'xtang. Bittaga narsa kelishib olaylik. Boshida gaplashdik. Sizni qilgan harakatingiz bo'yicha. Hop, meni qilgan harakatim bo'yicha. Sizni qilgan harakatingiz bo'yicha. Siz hozir anaqa buni noto'g'ri talqin qilyapsiz. Yo'q, noto'g'ri talqin qilmayapsiz. Mana sizga 66-chi band bo'yicha. Mana o'zingiz aytyapsiz. Men chiqib keldim, to'g'rimda betonga turibdi deyapsiz, to'g'rimi? To'g'rimda betonga turibdi. Men betonkadan barag'ini ikki tomonlama yo'lni tasavvur qilib chapga yurdim deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa deb tasavvur qilgansiz. Shu maqsadda o'ylagansiz, to'g'rimi? Ha, betonkadan bag'ini ikki tomonlama yo'lni tasavvur qilgan odam u joydagi chiziqni ko'rish kerakmi? U joyda chiziq 1.5 turibdi-yu. Ha, 1.5 lekin 3 bo'lak turibdimi? 3 ta bo'lak turibdi. Yerda 2 ta emas, 3 ta bo'lak turibdi. Uni ko'rinishi ham zo'r. Yo'q, videoda aniq ko'rinadi. Yo'q, nimada? Ja qorong'uda zo'r ko'rinib olmayapti. Yerda videoda aniq ko'rinib turibdi aka. Yerda 3 ta 1.5 chiziq turibdi, 3 bo'lak turibdi yerda. 3 bo'lakli ikki tomonlama harakatlanish tashkil etilgan yo'llarda chapga chet qatorda. Ya'ni siz chiqib kelgan mana bu chapga taqiqlanadi. Lekin men 3 tur sirasi 3-chi polosaga o'tadi. Agar haqiqatan ham manasiga tushuntiraman. Agar haqiqatan ham 3 bo'lakli ikki tomonlama tashkil etilgan yo'lga siz chiqib kelganingizda to'g'ridan to'g'ri mana shu chetki chap qatorga, o'ng tomondagi chetki chap qatorga harakatlanishingiz kerak. Ana unda foydalanadi. Mashina kelyapti-da, o'sha mashina kelib turgan bo'lsa, demak bu qarama-qarshi yo'nalish bu. Nima uchun qarama-qarshi yo'nalish? Mashina kelayotgan yo'l qarama-qarshi hisoblanadi. Albatta. O'ng tomonlama harakat. O'ng tarafga o'tyapman shuning uchun. Siz mana buni yo'liga o'tyapsiz. Hop, birin-ketin o'tyapman-da, bo'ladi birin-ketin. Birin-ketin buni yo'nalishi mana harakatlanib kelib turgan mashinaning yo'nalishi. Hozir yo'nalishi bu.
66-band buzilmadi-da aka. Men o'shuning men hayron bo'lyapman. 66-bandga to'g'ri. Rasmda shuni ko'rsatyapsiz. Rasmda ko'ring, mana chetki chap qatoriga chiqish bunday quvib o'tish emas. Bu yerda qandaydir holatda 3-qatorga chapki chet qatoriga o'tishni ko'rsatmayapti. Umuman chapki chet qatoriga o'tish taqiqlanadi. Chapdagi chekkadagi qatorga umuman o'tish taqiqlanadi. Biz faqat hozir bu yerda o'sha nima bo'yicha o'ng qo'l qoidasi bo'yicha bu yerga biz hozir qoida buzarlikni biz qilmaganimizni isbotlab beryapmiz. Biz hozir tushunyapsizmi? Agar o'ng bo'laymi, o'ng bo'laymi faqat o'ng qatorda harakatlanadi O'zbekiston Respublikasida o'ng bo'lay, o'ng qat nimadan o'ng qo'l qoidasi, o'ng qo'l bilan yurish kerak. To'g'rimi? Men chiqib turib birinchi va ikkinchi, uchinchi polosiga o'zgartirib turib o'ng yo'l qo'yasiz. Siz mana shu joydan noto'g'ri qilyapsiz, qarang. Mana bu joyda hattoki shu joyda chiziq bo'lmasa ham mana holatlar bor. Bilasizmi? 65-bandni sizga sira aytdim. 65-bandni chiziq bo'lmasa ham sharh buni rasm bilan ko'rsatib qo'yganda o'sha tushunmaydigan odamlar. Hattoki chiziq bo'lmasa ham haydovchi bu yerda nechta polasa borligini o'zi tasavvur qilish kerak. Tasavvur qilish kerak va qarama-qarshi yo'nalishga o'tish taqiqlanadi degan joylar. Endi sizning harakatingizda to'liq chiziq bor. Bu yerda 3 ta bo'lak turibdi. Betonkadan barg'ini tasavvur qilgan taqdirda ham sizning fikringizdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak ham, bu yerda 3 ta bo'lak turibdi, to'g'rimi? 3 ta bo'lakda chapga siz tomoningizdan chapga chekka qatorini egallash mana bu joyda taqiqlanadi deb yozib qo'yapti. Lekin vaholanki siz astroyning ichidan chiqib kelib mana shu joyda harakatlanyapsiz. Agar siz haqiqatan ham shunaqa chora bo'lganda yana qaytaraman, siz to'g'ridan-to'g'ri o'ng tomondagi chekkadagi qatorga harakatlanib o'tishingiz kerak. Ana bunda qoidabuzarlik bo'lmas. Yo'q, u sizni hammaning o'zining fikri bor-ku. Mayli. Lekin biz bu 66-band bo'yicha umuman qanday tushuntirasiz? 66ni qanday tushuntirasiz? Menga tushuntiringchi bu. 66-bandda xuddi o'shanaqa hozirgidaqa holat. Vaholanki mana yerda yo'q, mana rasmda qo'ying. Biz mana jumlasi shartini ketyapti. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun, ya'ni mana bu yo'nalish qarama-qarshi yo'nalish, to'g'rimi? 3 bo'lakli, 3 bo'lakli, ikki tomonlama yo'nalish tashkil etilgan bunday bo'lsa, ha? Bu yerda bunday bo'ladigan bo'lsa, 1 2 3 ta bo'lak bo'ladi, to'g'rimi? 3 ta bo'lakli, ikki tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda deyapti. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan, ya'ni mana bu tomonga, bu tomonga, to'g'rimi? Buni yo'nalishni tashkil mo'ljallangan mana bu yo'nalishga deyapman. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorini mana qatorni egallash taqiqlanadi. Ya'ni mana hech qachon bunday kelib mana bunga o'tishi yoki metdan chiqib turganda bundan kelib turib o'tishi taqiqlanadi bundan. Siz bundan chiqib kelyapsiz, baribir shu harakatni davom ettiryapsizmi? Siz mana shu harakatni davom ettiryapsizmi? Bu siz aytayotgan narsa to'g'ri, lekin men o'ngda bo'lsam, gap so'z yo'q, men bunga o'tmayman. Yo'q, lekin men mana yerdan chiqyapman, birinchidan o'zgartirayman. Nima bo'ladi? Masalan, joylashuvni aytmayapti bu yerda. Bu yerda bo'laklar bo'ylab harakatlanishni aytyapti. Bu yerda to'g'ridan harakatlanib kelsa, chorrahadan chiqsa, chapdan yursa yoki boshqa ko'rsatyapti. Shuni. Rasmda mana rasmda nimani ko'rsatyapti? Rasmda qarang. 3 ta bo'lakli, revers qanaqa ikki tomonlama harakat tashkil etilgan yo'lda o'rtadagi qatorga faqat quvib o'tish chiqiladi deyapti, to'g'rimi? Chapki qatorga o'tish umuman taqiqlanadi. Taqiqlanadi deyapti. Endi yo'lni ham ko'ryapsizmi siz? Hay, yo'l o'sha 3 ta bo'lakli yo'l. Bu chorrahadan chiqish demayapti-yu. Yo'q, chorrahadan chiqishda qanday chapki qatorga yurasiz, Ardo'y? Qanday chapki qatorga yurasiz? Haliga siz aytgandek 1/1 bo'lsa ham 1/5 bo'lsa ham. Agar 1/1 bo'lganda, 1/1 bo'lganda gap so'z yo'q edi. Haqiqatda siz gapingiz to'g'ri bo'lardi o'sha narsada. Lekin menda 1/1 bo'lsa 1/5 turibdi-da. 1/5 ham o'sha bo'lakda ajratyaptimi? Qarama-qarshi yo'nalishda tashkil. Oqimini ajratyapti xolos. Taqiqlamayapti. Buni bosishdi. Taqiqlamaydi, lekin oqimni qarama-qarshi harakatlanish oqimni ajratadimi? Oqimni ajratadi. Lekin bo'lay iloji yo'q, alishtiryapti o'sha. Mana yerda ham mana 1/5 turibdi, lekin o'tish taqiqlanadi deyapti. Xo'p, bu yo'q, bu kelinishi yo'q. Men choraxaga chiqdim. Yo'q, endi siz to'g'ri yo'ldan keldimda, men choraxadan chiqdimda, u hozir shunisiz yo'q, hozir xo'p, bayonotni rasmiylashtiring, mayli. Rasmiylashtiring. Lekin nimaga biz bu narsani qo'yib, mana o'zingiz aytyapsiz, chiqib turib, 3-chi bo'ladi, chakka urilsa bo'ladi, o'zingiz aytib turibsiz. Endi sizni fikringiz bo'yicha harakatlanadigan bo'lsa deyapti. Yo'q. Agar haqiqatan ham shunaqa qonunan aytyapman. Qonunan aytyapman. Meni fikrimga yaramang. Qonunan siz aytyapsizki, mumkin deyapsiz. 3 bo'lakli, mana haqiqatan ham shunday holat bo'lsa, ya mana men tushunyapman o'sha siz. Hozir siz mana mastroydan chiqishdi deyapsiz. Mana 3-chi bo'lakda harakatlanish mumkin. Mana siz hozir aytyapsiz. Umuman bitta joyda aytmayapman, qarang. Haqiqatan ham mana shunday choraha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bunday chorahamizda o'sha siz aytgandek 3 ta bo'lakli yo'l tashkil qilingan yo'l bo'lsa, qayerdadir shunaqa holat yo'l bo'ladigan bo'lsa,
haydovchi sizdaqa harakatlarni mana ikkinchi darajali deylik, ikkinchi darajali yo'l yoki ikkinchi yo'ldan, tutashma yo'ldan chiqib kelayotgan haydovchi agar haqiqatan ham shunaqa chorraha bo'ladigan bo'lsa va ikki tomonlama 3 ta bo'lakli yo'l tashkil qilingan bo'lsa, to'g'ri harakatlanish qoidasi mana shunday bo'ladi. Xo'p, endi shu savolingizga bir savol bor-da, menda javobingizga. Xo'p, biz shu videoda chiqarganimizga 3 kun 4 kun bo'ldi-da. Ha? Nima uchun siz hozir aytyapsizki, qarama-qarshiga maytga chiqsa bo'ladi deyapsiz, 3-bo'lakka sirada. Nima uchun hali hanuz o'sha yerga 4-1-2 yo'l belgi qo'yilmadi? Shu darajada insonlarning hayoti, o'yinchoqmi, yo'l nazoratini bolalarga. Nimaga qo'yilmadi? Biz hozir shuni ko'rib keldik. Nima sababdan? Zo'yz aytib turibsiz tilingiz bilan. Chiqsa bo'ladi deyapsiz, qoida buzilmaydi deyapsiz. Nima uchun haligacha 4-1-2 qo'yilmadi? Endi chunki biladi-da haydovchi. Yo'q, u noto'g'ri narsa. Nimaga siz hozir o'zingizni bilishingiz bilan qolganlar bilishini yo'lga taqqoslayapsiz? Bilmaydigan odam yo'qmi bizda? Hamma biladi. Hamma biladi. Yo'q. Mehmonlar kelsa-chi Surxondaryodan. Bu narsa noto'g'ri narsa. O'sha Surxondaryodan kelgan haydovchi ham mana shu holatda harakatlanish mumkin emasligini biladi. Yo'q. Harakat qoidalarida ko'rsatib Elbek, nimasida ko'rsatib qo'yadi o'shani? Haqida siz hozir mana 66-band bo'yicha aybdorsan deyapsiz. O'zingiz tilingiz bilan aytib turibsiz. Birinchi bo'lakka kirish mumkin emas edi deyapsiz. 3 ga chiqsang bo'lardi deyapsiz. 3 ga chiqish mumkin bo'lsa o'sha yerda nima uchun 4-1-2 qo'yilmadi? To'g'ri tushundim. Siz harakatlangansiz, bu yerda beton kanalida yo'l yo'q deb tasavvur harakatlangan. Men yerda yashovchilar nomidan emas. Men boshqa joydan keldim, yo'l harakati qoidasini yaxshi bilaman. O'sha boshqa joydan kelgan odam o'rtadagi betongani ko'radi, Hop, ko'rdi. Hop, qarang, Elbek. degan. Sizni bilimingiz yaxshi, men hurmat qilaman Elbek. Men sizga yana aytayapman. Betonga buyuradimi o'ngga burilishdi? O'rtadagi ajratyapti. Nimani tomonlama harakat tashkil etilgan. Endi biz sharhini o'qiymiz. Betonkani nima deb sharhlayotganini. Ikki tomonlama transport vositalaridan oqimini ajratyapti. Lekin nariga taraf taqa ketyapti. Betonkani ag'a. U noma'lum. Uni mashhurda yashaydigan o'zingiz gapingiz bilan mashhurda yashaydigan odam biladi uni Farg'onagacha. Siz o'zingizni aytyapsiz, 3-bo'lakka chiqqaningda mumkin edi deyapsiz. Nimaga siz o'shani belgini qo'ydirib qo'ymadingiz? Qo'ydiramiz, u bo'yicha gaplashamiz. Ha, ko'ryapsizmi aka? Siz hozir meni 66-band bo'yicha buzdingiz, deyapsiz. Birinchi qatorga yurmaganingizda 3 yurgan. Siz bilan kelganingizda gaplashdik. Sizni harakatingiz bo'yicha muhokama qildik. Yo'q, yo'q, mayli, yo'q, lekin O'sha harakat o'sha zina yo'qligi uchun bo'lganda. O'sha zina yo'qligi uchun bo'ldi-da. Lekin siz haqiqatga qarang, men o'sha videoda ham masalan aytdim, jarimasi bo'lsa to'laymiz, gap so'z yo'q, lekin biz bitta o'zimiz uchun emas, biz qolgan insonlar uchun qildik bu narsani. O'sha narsani yo'l nazoratiga qaratildi bu narsa. Hozir mana Marg'ilonga tushgan, yo'lda shunday ko'ragan, tirbandlikni ko'rsiz, bu aka mana ishxonani oldidan tirbandlik bo'lyapti. Chuqurda shunday yo'lab ketgan. Hozir shuni videosini. Aka, men xodimga nisbatan zarrachi. Yo'q, meni qarshiligim yo'q. Qayerdadir yo'l bo'yicha kamchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta. Bu seriozli kamchilik bu. Yo'q, xo'p, u bo'yicha gaplashyapmiz, u bo'yicha chorasini ko'ryapmiz. Bu gaplashadigan holat emas bu aka bu. Buni sirrazi qilish kerak buni. O'zingiz aytib turibsiz, 3-bo'lakka chiqsa. 3-bo'lakka o'zingiz bilyapsiz. Qarama-qarshi bir taraflama yo'l deyilyapti. 3-bo'lakka chiqyapti, kelib turib qolyapti. O'ldi odam, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qanday vijdon qiynalmaydimi bular? Keyin. Endi o'sha videoni qiynaladiganga tegishli chorasini ko'ryapmiz. Aka, uni siz navarot meni yonimga olishingiz kerak. Siz hozir menga 66-bandni baj qilib keldiryapsiz. Gap so'z yo'q. Chorasini ko'ring. Biz buni masalan sudlar bor, boshqa ustidan yuqori turuvchi organlar bor. Просто aka faqat bu yerda nohaqlik bo'lyapti. Men sizga yana aytaman. Xo'p, 66-bandda rasmida точно qilib ko'rsatib qo'yyapti. Qanaqa holatda 3-bo'lak tanlanmasligini. Lekin men sizga aytyapman, haydovchilik guvohnomasini men ko'rdingiz. Men aka yaxshi o'qiganman, Rossiyada ham o'qiganman bu bo'yicha. Lekin aka, holat qoidabuzarlik masalada biz boshqa narsani yo'qotamiz. Kechirasiz, yo'lda kamchiligini qoidabuzarlik bilan ko'rsatish shart emas. Bemalol ishonch telefonlari bor, call centerlar bor. O'sha harakat qilgan joyingizni ro'parasida o'qilgani bor. Xo'p, mayli, faol fuqaro ekansiz, e'tiborli ekansiz. Mayli yo'llardagi kamchilikni ko'rsatishda boshqa yo'llar bor, lekin qoidabuzarlik bilan emas. Yo'q, qoidabuzarlik emas. Qoidabuzarlikda siz uchun, xo'p, siz isbotlab berasiz, lekin biz kecha 42-band bo'yicha svetoforda qanaqa holatda o'tib ketish kerakligi ko'rsatilganida bizga shu rasmi bilan. Endi menga qorammi? Qarang, endi u menga qoramda. Kimdadir fikri men uchun qaror yoki bir buyruq bo'lmaydi-da. Kimdadir fikri u. Agar yozilgan qonun yoki qaror bo'lsa, uni men o'zim uchun asos deb olaman. Mayli, men masalan hozir siz necha ma'muriy bo'yicha 5-2 bo'lyaptimi, shunda qarama-qarshi bo'lyaptimi? Qarama-qarshi bo'lyapti. Mayli, uni masalan oxirigacha borsa, masalan sudimiz bor, boshqamiz bor. Bu lekin hozir narigiga bu gapga to'g'ri kelmayotganiga men hayron bo'lyapman. Yo'q, endi aytyapman-ku, men hozir qo'yildimikin deb keluvdim ataylar, qo'yishdimikin belgini deb men o'zim rosa keluvdim.
Lekin haligacha qo'yilmaganiga men hayron qolib ketdim. O'zingiz kelsa aytib turibsizki, 3-bo'lak ruxsat. Demak, biz 3-bo'lakdan yuramiz. Demak, qoidabuzarlik bas ekan shu narsa. Men o'zim uchun shu narsani bilaman. Lekin siz hozir nafaqat yo'l nazoratiga men olib borib turib, o'shalarga nisbatan chora ko'rilishi kerak edi. Yo'q, o'sha tashkilotga nisbatan chora ko'rilyapti. Masalan, mayli, men sizga aytayapman yana chorasini ko'ring. Aytayapman-ku men ham. Bu qayerdadir yo'ldagi to'g'ri tan olish kerak. Yo'llarda kamchiliklar ko'p. Yo'q, bu kamchilik emasda bu seriozli narsa bu. Bu trassada o'zingiz yaxshi bilasiz, 100 da yozib yuradi mashinalar. O'zingiz bilasiz, hech kimga sir emas. Siz o'zingiz aytib turibsiz, 3-bo'lak qoidabuzarlik emas. Yo'q, bu sizning fikringizdan kelib chiqdi. Yo'q, umumiy. Bu qoidada taqiqlanmaydi bu narsa. Xo'p, men birinchi bo'lakda tanlaganim uchun siz 66-band bo'yicha siz mana aybdor deyotgandirsiz. Lekin o'zingizdan to'g'risini aytib turibsiz. Yo'q, agar shunaqa chorahat bo'lsa deb gapirdim men. Shunaqa chorahat bo'lsa. O'sha holat sizning fikringizcha siz shunaqa deb tasavvur qilganligingiz uchun men gapirdim. O'sha holat vaholanki yerda u o'rtada ajratuvchi bo'lak bor, nari tomonda. Hop, ajratuvchi bo'lak, jonim ajratuvchi bo'lak buyurmaydi bo'lmasa ham, yo'q buyurmaydi. Lekin mustaqil haydovchi yerda aniqlash imkonini beradi. Hop, 65-bandida uni ham sharhini to'shni qilib ko'rsatib bergan. Endi bu yerga qanaqa holatlarda tanlanish kerakligi. Lekin men chorahat eng ahamiyatli bo'lib qolyapti. Erta даже men chiqib o'rsam, meni kelib ursa ham aybdor bo'lmayman erta. Chunki u qo'l qoidasi. Iloji 60-band bo'laveradi o'sha yerda. Lekin siz hozir meni 66 bilan aybdor qilyapsiz. O'zingiz aytib turibsiz tilingiz bilan. O'yin bo'lay talashiringiz chiqib turibsiz. Xo'p, mayli. Yo'q, siz mana shu holatda qoida buzganmisiz yo'qmi? Yo'q, men o'zim uchun buzmaganman. Buzmagan. 66-band bo'yicha ham qoida buzgansiz. Yo'q, 66-band bo'yicha chunki men suratida ko'rsatib turibman. Suratida ham mana suratini ham. Hop, egallash mumkin emas deb. Qanaqa holatda? Yo'q, qanaqa holatda aytmayapti-da bu yerda. Mana sharhini ham o'qing. Qandaydir holatda egallash mumkin emas deyapti. Umuman chetki chap qatorda egallash mumkin emas deyapti, to'g'rimi? Umuman deyapti. Bu yerda qaysidir holatda quvib o'tishda yoki qayrilib olishda yoki boshqa holatda demayapti. Umumiy aytyapti bu yerda. Har qanday holatda degan xulosaga kelinadi. To'g'rimi? Hammani xulosasi haq. Yo'q, mana o'qingda bu yerda qaysidir holatda keltirib ketmayapti. Chetki chap qatorda egallashda. Qaysidir holatda keltirib ketmayapti. Umuman egallash taqiqlanadi deyapti. Mana qarama-qarshi narsa harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi. Bu yerda qaysidir holatda gapirmayapti. Men rasmiga Просто misol sifatida rasmni keltiryapti. Shunaqa holatda egallash mumkin emas deyapti. Yo'q, endi bu bunaqa holatda degan narsa bu yerda keltirilmayapti-da. To'g'ri yo'lda yoki boshqada demayapti-da. Siz bilan hech qanaqa gap so'zimiz yo'q. Biz siz bilan bundan keyin ham aka-uka bo'lib qolamiz. Любой men siz oldingizga kelalaman masalan. Yo'q, agar meni xatoyim bo'lsa, men qaytadan xato qilgan bo'lsam, meni xarakterim shunaqa, tan olaman, bilmagan narsani so'rab o'rganaman. Lekin siz ham bitta narsani xolis sifatida tan oling. Bitta rasmda u boshdan maktab to'g'ri yo'lda harakatlanib ketib turgan mashinalar ko'rsatgan bo'lishi mumkin, lekin izohidagi qaysidir holatda aytmayapti-da. Shuni rasmida shuni to'g'ri bo'lib turib, asha biz qilgan xatoligimiz agar qaysidir holatda masalan bilasiz, razvorotda 56-bandi bo'yicha katta gabaritli yuk mashinalari o'ng tomondagi bo'lakdan harakat bu qaysidir holatda qaysidir mashinalar uchun istisno holati bor, to'g'rimi? Lekin bunda unaqa holat aytmayapti-da. Bu yerda umuman deyapti. Umuman. Har qanday holatda masalan svetoforda qizil ishorasida o'tish mumkin emas degan narsa bor-ku, to'g'rimi? Har qanday holat, unda qaysidir holatda o'tish mumkin, qaysidir holatda o'tish mumkin emas degan narsa yo'q. Faqatgina maxsus transport vositasini hisobga olmasa, oddiy haydovchi uchun qaysidir holatda svetoforda qizil ishorasida o'tish mumkin emas degan holat yo'q. To'g'rimi? Endi chiziqdan kirish, boshqalarni hisobga olmay, umumiy gapirgan. Xuddi shunday bilyapsiz, sizda vakolat bor. Siz tuzavering vakolat. Meni hech qanaqa sizga e'tirozim yo'q mana. Men sizni hurmat qilaman, boshqa qilaman. Men sizdan rosa biz yerga kelganimiz maqsadida siz chaqirdingiz, biz keldik. Lekin mana aytdagi holat bo'yicha siz mana 66-band bo'yicha aybdor deyapsiz. Qo'yib payg'ambarimiz tuzing, просто siz nima qilmay, vaqtingiz o'lib, protokolni qilavering aka. Ehtiyoj bo'lsa bemalol tushuntirib o'taman. Hozir bizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilish vakolatiz bor. Nimani? Qog'ozga qilib berasiz. Ha, qog'ozga qilib bering aka shuni. Protokolni. Mana shuni rasmini olib. Qog'ozga kirib olib chiqishim kerak endi. Endi kutib qolasiz. Mayli, kutib turamiz. Deb aka tutib turasizmi? Sekin tashqariga chiqib, ha? Necha foiz zaryapmiz hozir? 20%. Tuzilyapti turgan sanamiz qo'yamiz 16 54 toza.
Marhum. Kamera bloklangan. To'silib qolyapti shekilli. Ana o'zbek, O'rta maxsus. Mana chiqib qolay. Oyoqlari og'riyapti. Akkumulyator zaryadi kam. Senga uni ustiga aka. Nega? Yiqilib tushdim. Nega? Nima bo'ldi? Endi u o'zisi o'zi hali bo'lmaydi, kelmadi. Yiqildim ayol qayerda qoldi. Qachon? 15 kun cho'kib qoldi. Endi gipsini olib silab yurdim. Akkumulyator zaryadi kam. Seriya bo'lsa kerakmi nima? Resim pastda. Na ABS'da yer. Seriya bo'ladi. Salon yo'q, sug'urta polisi. Cho'rtada yo'q, ma'lumotlar turmaydi. Yo'q, bezagini Bezagini iching. Yo'q, agar xolasini qaysi banda buzilganligini ham yozib ketasiz o'shaga. 66 deb ketasiz. Akkumulyator zaryadi kam. 66 hozir muhrlagan fikri bo'yicha buzilyapti, shunda. Hali fikr bo'yicha. Yo'q, sizni fikringizdan kelib chiqib Harakat turib. bo'yicha. Yo'q. Hı. Yuqori turuvchi. Shuni hozir nima qilib buzildi deb topyaptilar. Hı. Beshinchi oy. Ma'lum shahar adresini aytavering. Ha? Ma'lum shahar Do'stlik Nafai Mashhad ko'chasi 21. Do'stlik. Okey. Mashhad ko'chasida. Ko'cha. Mana 24. Ish joyingiz? After shoxobchasi. Nima? After Delfin Gold. Rahbar. Akkumulyator zaryadi kam. Nima qilamiz? 90 560 60 Sandir. 560 60 60. Transport vositasini turi, traktori. Night Pro mana bularni. K Karima. 100 F F Akkumulyator zaryadi kam. Ishlamaydi. Akkumulyator zaryadi kam. Shuni. Mhm. Tushundim. Chiqmagan bular. Yo'q, shuni chiqadi, seriya nomeri chiqadi. Ha, qo'ying. Baloga qildirganmiz. Akkumulyator zaryadi kam. Endi ID karta bo'ladimi? Mhm.
Hop, sizga tushuntiraman endi majburiyatimiz. Ma'muriyat moddasi, tarqim 294 moddasi, shunday she'rlar bildirish, tarjimalash, xabar Alif. Аккумулятор заряда кям. Kim? Ha? Alo. Alo. Камера блокнотен. Bo'ldi. Камера блокнотен. Hop. Камера блокнотен. Kattaga ayting, Abdumalik bilan kelyapti shu yo'ldan. Qaysi kuni bo'lgan edi u? Shuni o'ylayman. Ha? 30-chi kun. Videoda sana yo'qmidi? Davra sanasini ko'ring-da. 29-kun. Ha shu kuni bo'yi. Yo'q, videoda sana yo'qmidi o'zini vaqtlari. 29 ushbu Аккумулятор заряда кям. 29 kun bo'lgan ekanmi? Soat nechilar edi? 1:30. Аккумулятор заряда кям. Tungi. Bu endi Marg'ilon shahar, yangi Marg'ilon va Marg'ilon shahar Yo'lmozor ko'chalari bo'ladi. kesishma. Hmm. Bu qancha bo'lishi? Yo'lmozor. Yormozormi? Bu Yo'lmozor. Chunki o'rgani adresi Yo'lmozor ko'chasi 1-uy. Yandex shuni siz aytadi. Lekin katta avtomobilni ko'rsatyapti. Alaykum assalom. Aka, mana ko'chamiz Yo'lmozormi, Alqaloniymi? Bilmedim. Bobur aka nomi yo'q. Аккумулятор заряда кям. Bu bo'lgani adresi Yo'lmozor ko'cha 1-uydagi. 97 581 0907. Alo. Alo. Yunus aka? Elbeyman. Elbey. Siz yo'l nazoratdanmi aka? Yol kuruluştu. Choy yaxshi. Qurilishda. Ha, belgilarga siz javob berasizmi? Bo'lgani oldidagi ko'cha Yo'lmozormi, Alqaloniymi? Sizga bitta savol bersam, ma'lum, insonlarning hayoti siz uchun qanchalik darajada muhim? Xavfsizligi. Fuqarolarning xavfsizligi qanchalik darajada muhim sizga? Ko'cha. Neden sana? Yo'q, ko'cha. Sizga savol. Birinchi savolimga javob bering, keyin sababini aytaman. Hammaga bir xil narsa. Misol fuqaroman, oddiy O'zbekiston fuqarosiman, misol soliq to'lovchiman, bu aka emas shunaqa. Bular ham misol uchun formasini yechganda fuqaro. Bizni oila a'zolaringiz ham fuqaro, to'g'rimi? Lekin hozir Sizga qanchalik darajada muhim o'shiladi nimasi? Muhim. Ha? Muhim. Muhimmi? Anu bu yerda ta'mirlangan yo'l bor-ku, ashakka nimaga haligacha belgilab qo'yilmagan? Jarayonda Nimaga yopiq bas bo'lmasam yo'l? Yo'l yopiq bas. Holatda baribir aka qanchalik yo'l belgilari borda qo'yilishi kerak ular, lekin qo'yilmayapti. Mastrovichchi yangi Marg'ilon ko'chasi. Sizga nisbatan chora ko'ryapti shuni. Lekin chora ko'rdi degani biz jazoga tortildi degani emas, просто halay sizlarda qilayotgan ayblaring bilan siz men javobgarman deganingiz uchun shuning uchun sizga gapiryapman. Bo'ldi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa uchun hozir nima qilib bo'lyapmiz ishimiz. Chunki yo'l belgi yo'q. Заряда кям. Qachon bu videoda qo'yganimizga hozir qo'yildi. videoda qo'yganimizga 4 kun bo'lyapti. 4 kunda o'sha misol bu yerda nima bo'ldi? Hali misol Elbek akam kimdir misol yozdiga, misol chaqirib yozyaptilar hozir.
hali 4 kun ichida ham misol uchun videoni chiqardik, misol uchun boshqa misol kanallarga chiqdi, Instagramga chiqdi, misol yaxshi odamlar ko'rdi. Shungacha ham nima qo'yilmadi aka? Biz ko'rganmiz. Sizlar ko'rishlar shartmi bu narsani? Ko'rish shart emasda, uni qo'yilish kerak, o'zi majburiyat bor-ku aka. Ya majburiyat bor, biz endi jarayonda turibdi-da, bu biz Nima topshirganmiz. bo'lgan bunga hali bahona bo'lish mumkin emasda yo'l bergan, chunki hozir qalama qarshiga ketib qolishi mumkin mashina. Chunki qoidabuzarlik emas. Agar berib bo'lmaydigan bo'lsa. Hozir Qo'yishyapti aka, o'sha qo'yildi. nima deydi, endi qonun huquqiy ta'minlasalar, chorasini ko'rib o'zi rahbarlari yana. Hozir biz sizlarni ayblaring bilan qarama-qarshiga chiqqanmiz. Sizlarni ayblaying bilan. Yana aytaman, sizlarni ayblaying bilan chiqqanmiz. Misol biz chorasini olyapmiz hozir bu narsani. Endi misol bu chorasini ko'rishyapti degani, to'laymiz degani, misol uchun bo'ldi, bular o'zi misol nima bo'ldi degani emas o'zi aslida. Prosta mana shu narsa, mana shu ovoragarchilik sizlarni ayblaying bilan bo'lyapti. Qarang aka, bu 182 bandi bor. Yo'l harakat qoidasini. Yo'llarda ta'mirlash ishlarini bajarishga javobgar bo'lgan mansablar va boshqa shaxslar ishlar olib borilayotgan joylarda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga majbur deyapti. Harakatlar qilmayapsizlar. Siz hozir aytyapsizki, bizga muhim insonlar hayotda deyapsiz, lekin amalda siz qilmayapsizlar. Bitta sizlar juda ko'pchilik qilmayapti. Mana haqi bo'lmayapti, ro'sta hozir noto'g'ri narsa bo'lyapti aka hozir. Mayli, Akkumulyator chorasini ko'rishsin. Yo'l nazoratini bo'ladi juda ham yaxshilatishlar. Men bitta o'zim uchun emas. Ma'muriy ishini ta'minlashardi ko'rib chiqmasdan. Aka farqi yo'q, bitta siz mushkul bo'ladi. O'zi joy Marg'ilonga qaratilmagan bu? Yo'q, siz Marg'ilondan aytgan o'zyapman, mana qarang. Marg'ilon shahar, yangi Marg'ilon va Farg'ona shahar Alfarg'oniy ko'chalari tutashmasidan chiqib, Alfarg'oniy ko'chasi bo'ylab harakatlanib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan degan. Chunki sizga asosiy meni fikrimcha, qoidabuzarlik Alfarg'oniy ko'chasida sodir etiladi. Yangi Marg'ilon ko'chasida. Shuni iloji bo'lsa kirgizib keting, 66-band yo'l harakat qoidasi 66-bandini buzganlik sababli tuzilyapti. Yo'l harakat qoidasining 66-bandi buzildi. Tanishtirib o'taman. Аккумулятор заряда кам. Jonli efirdagida 5% zaryadimiz qolgan, o'tib qolsa to'liq videoni YouTube kanalimizga va Instagramimizga chiqaramiz. Hozir uchun qo'yilib bo'ldimi? Qo'yishyapti hozir. Biz erishibmiz maqsadimizga chiqdik. Bizning maqsadimiz ashka belgi qo'ydirish edi-da. Yaxshi, maqsadlar yaxshi, yana bir marta aytaman. Maqsadlar yaxshi, lekin bu maqsadni qaytadan kamchilik borligini qoidabuzarlik bilan ko'rsatishyapmiz-da. Uni biz to'g'ri, shaxsan men to'g'ri qabul qilaman. Qaytadan yo'lda zinak yo'qligini yoki chiziq o'chib ketgan yoki yo'lda qaytadan kamchilik borligini biz ko'rmay qo'yganmiz, e'tibor bermay qo'ygan joyda kimdir ko'rsatsa, men uni shaxsan men to'g'ri qabul qilaman. Bu yerda hozir eng qiziq bundan aytadi bu. Narigi yuzida bo'layotgan ishda bu. Lekin remont obyektda kecha Yo'l bekor bo'lish kerakmi? Agar bor edi-da, bu yerda 12 shirka bilan belgisini qo'yib olib, manetni yopib olib, boshqa qilib ishlashyapti-da bu yerda. Tushunyapsizmi? O'shaliga kirish taqiqlanadi degan stol boshqa unaqa zinay bo'lganda biz kirmaymiz. Sizlar ko'rmagan paytda, sizlar kelgan paytda yo'q. Lekin biz chiqib harakatlanib Aslida o'sha biz ko'rgan paytimiz, biz ko'rmagan paytimizda ular qoidabuzarlik yo'qmi shunda? nimaga? Sizlarda Yo'q, bular yo'q, biz hozir boshqa narsaga kelyapmiz. Bular hozir 66-chi. Xo'p, hozir biz aytgan yo'limizga yurdi. 66-band yerda haqiqatan o'ta ahamiyatli chora ko'p bo'ldi. Baribir topayotgan faqat birinchi bo'ladi deganlar endi vaj qo'yyaptilar hozir. Tushunyapsizmi? Bitta hozir biz aytgandek bo'ldi, hozir hamma yo'q. U chora bo'lib qoldi. Chunki bularda aybi bilan chora bo'lib qoldi. To'g'rimi? Ama aslida ikkinchi bo'lagiga chiqilgan ekan yerda. Birinchi bo'lagiga chiqilmagan ekan. Videoni boshqatdan ko'rdim men. Bor boshqa borki, hozir masalan qoida buzildi deb baxt topyaptilar, lekin ba'zan borib turuvchi organ bor, prokuratura bor. To'g'ri. Bor. Hali hozir gumonlanuvchi
Endi biz shunaqa deb Ha, aniqlayapmiz. ha. Siz aniqladingiz, ha, o'sha. Aniqlayapmiz. Ha, bo'ldi, tushunaman, tushunaman. E'tiroz bildirish bizda bor. Mhm. Shu nima qilamiz shu masalaga? Chorani. Kim Masurbek aka? Ismingiz nima edi? Abdumalik. Abdumalik aka kim bitta mas'ul? Nima? Siz hozir ana shu qurilish brigadasi rahbari o'zingizmi? Ko'ryapsiz mana holatni. Mana shu yerda to'liq yo'l belgilari bilan jihozlanmaganligi uchun bilasizlar, remontga O'tirmayman. remontni obyektlarda, ya'ni ta'mirlash ishlari bo'lib turgan yo'llarda bilasizlar, yo'l belgilarini qo'yish kerak. Harakat xavfsizligini ta'minlagan holatda amalga oshirish kerak. Istiqomat aka. To'g'rimi? Lekin mana shu yangi Marg'ilon ko'chasini boshdan oxirigacha mana remont qilyapsizlar, to'g'ri, oldin belgilar bo'lgan, olib tashlaysizlar. Lekin mana bu ijtimoiy tarmoqqa chiqqan videoda ham aytilgandek, mana shu yerda belgi yo'q. Men ko'rganman o'sha shotgan qo'yib olib ko'chani boshiga manekka qo'yib olib qilyap turganlaringda. Qaysidir kuni qo'yib qilgansizlar, qaysidir kuni yo'q. Lekin bular harakatlanib kelgan vaqtida mana belgi yo'q. Deyarli remont tugatyapsizlar hozir. O'sha yo'l harakati qoidalarida mana 2022-yilda oxirgi 172-sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida mana shu narsalar hisobga olinib, 182-bandida ham bor. mana shu narsalar hisobga olinib, vaqtinchalik yo'l belgilar degan 8-toifa qo'shilgan, 8-turi qo'shilgan yo'l belgilarimizda. To'g'rimi? Servis belgilaridan keyin u. 8-chi yo'l belgilari qo'shilganda vaqtinchalik yo'l belgi sifatida ana shunaqa remontni obyektlarga vaqtinchalik ta'mirlash ishlari olib borilayotgan vaqtida ana shunaqa yo'l bilan tartibga sol, u qandaydir ustunga mahkam qo'yilishi shart emas. Bitta bunaqada ham berilgan. Haligi doimiy ko'chmas ustunga qo'yish shart emas, u vaqtinchalik belgini. O'sha qo'yib ishlatib turganlaring ko'chadigan bitta haydovchi uchun ko'rinadigan holatda, ko'chadigan holatda qo'yib ishlatsa ham bo'ladi o'sha narsani-da. Ana shu yerda remont bo'lyapti yoki aylanib o't yoki kirish mumkin emas degan belgilarni qo'yib ishlatish kerak. To'g'rimi? Mana bular harakatlanib kelyapti, o'sha odam yoqqa qarab harakatlanib kelib, mana Alfarg'oniy ko'chasiga qo'shilib qoidabuzarlik sodir etyapti. Lekin buni asosiy sababi sizlarning harakatlaringiz oqibatida bo'lyapti. Shuning uchun sizga nisbatan bir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ta'mirlash ishlari olib borilayotgan hududda harakat xavfsizligini to'liq ta'minlamaganliklaring uchun men sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Tamam, kitob bo'lgan ekan. Bu syomka sababini tushunmayapman. Fuqarolar e'tiroz qilib kelyapti mana. Bo'pti, men Sizni qilmayapmiz. Sizda emas, meni syomka qilishyapti. Bizni harakatimizga baho beryapti. Ular. Ama ogohlantirib qo'yish ijtimoiy tarmoqqa chiqasiz omad ekan, siz ham yuzingiz chiqyapti. Mana videoyimda. Bo'ldi, sizni olmayman-ku, bag'iga va bag'i уже qo'y olib bo'lgan joylarim o'sha chiqatda iloji yo'q. Men oldin 147 bo'yicha tuzmagan ekanman, hozir topib olaymi 147? Qanaqa tuzish kerak? Nimani просто holat ijtimoiy tarmoqda yoritilganda nima bo'lgan? Noto'g'ri ish bo'lgan. Shuning uchun bizga nisbatan chora ko'rishdi, sizga ham ko'rishdi. Faqat shaxsga nisbatan qaratib tuziladi. Yo'q, albatta shaxsga bog'liq. 147 ni buzyaptilar, mansabdor-ku, nima-ku baba. Shunda mana bunda anaqa funksiyasini topib olay deyapman. Shuncha deb ikkita qog'oz tartib olib qo'ymagan ekanman. Ha, unda bitta olib olasiz xolosmi? Bitta olib oldim ustida. O'tirgan ustoz. Vosijonov Abdumalik Vasijonov, ha?
konservatçı gibi olmadı. Bir yalnız. Bana endi oğlum. Bizde bombayı kim başladı? 15 mi 16 mı? 16. Yönet düşüyor. Genelde düşmedi. Bormi? Tushadi. Yani düşüyor lan. Var mı? Var mı? Sizden muayene gidiyor. Neden? Amca, bu bir var ekan. Ha uylarda va bekitib islatadilar. Ha, hoşlu. Siz kaç yapmışsınız? Sen de bakmışsınız mı? Farqoda keladi olmasam. Farqoda kishlar. Elbekga topganingizda aytasizmi, men video o'chirib tura olaman. Topganingizda aytasizmi, video o'chirib tura olaman. Ha, o'chib turavering. 1 metr orqaga yurib tursangiz, Elbek akam o'zi chiqadi. Ha, sen metro olib turavering, bunaqasiga. Mana shu mashinada turavering. Hozir endi orqama chaqib ol. Tushundingiz aka, sizlar mana Marg'ilon shahar yangi Marg'ilon ko'chasida ta'mirlashdan olib boryapsizlar, lekin ta'mirlash ishlari vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlamaganliklaring uchun, ya'ni o'sha doimiy yo'l belgi qo'yish imkoni yo'q ekan, vaqtinchalik yo'l belgi qo'yilmaganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 147-moddasiga asosan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman. 294-moddada siz vakolatlar huquqlaringiz bor, ya'ni ish hujjatlari bilan tanishib chiqish, ya'ni tuzatib turgan protokol bilan tanishib chiqish, e'tiroz bildirish, bizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilish, advokat olish, tarjimon olish vakolatlaringiz bor. Tushundingmi? E'tirozlaringiz bormi? Imzo qo'ying. Shaxsiy nomingiz o'zingiz uchun ko'rib oling. Bo'ldi, bo'ldi. Menga nimasi yo'q, men o'sha men bilib bo'ldimi o'sha? Ha, bo'ldi. Lekin shaxsiy ma'lumotlar bor. Bo'ldi akajonim. Boshqalarga boshqaga ko'rsatadi. O'ziga ko'rsatish mumkin lekin. Bo'ldi. Ko'rsataman. 3 tomonliki. Bo'ldi aka. Faqat yo'l belgini qo'yib qo'yinglar. Qolgan ko'chalarda ham aka qarab qo'yinglar. Qo'yildi. Qolgan hududlarni ham. U jihozlashda qo'yiladi-da, bilasizmi? Yo'q, o'sha uni bilaman. Faqat ungacha bo'lgan vaqtinchalik belgilar bor. O'sha ishlayotgan joyimizda Yo'q, u doimiy turishi kerak. Doimiy turishi kerak bu. Tushunyapsizmi? Hozir bular mana harakat qilgan, mana sizga yana qayta tushuntiraman-da. Bular mendan vasfroydan chiqib, Sizga xalaqit qilmaydi. yo'q, sizga xalaqit qilmaydi. Gapiravering. chiqyapti, ovoz chiqadi. Bular kelib turib, mendan chapga yuryapti-da. Haqiqatan ham bunday olib qaraganda, bu yerda yo'q, vaqtinchalik yo'l belgi bo'lishi kerak-da. Tushunyapsizmi? Bular qoidabuzarlik qilyapti, lekin buni asosiy omil sifatida shu vaqtinchalik yo'l belgi yo'qligini ko'rsatishyapti. E'tiroz qilishyapti. Lekin har qanday holatda ta'mirlanib turgan yo'lda albatta vaqtinchalik yo'l belgi bo'lishi kerak. Qo'yildi. Bo'ldimi aka? Bo'ldi akajon. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Elbek aka. Yaxshi insonsiz. Faqat iltimos sizlardan bundan keyin kamchilik bo'ladigan bo'lsa qoidabuzarliksiz. Mayli, Endi hozir siz qoidabuzarlikni topyapsiz. Yo'q, mana shu yerda video qiling. Yo'q, endi yana shu fikrga to'xtayapsiz-da siz. Bilmadim endi qanchalik boshqa, lekin mana shu yerga kelib turib, mana shu yerda
video qilish ham mumkin edi kelib mana shu yerda mana shunaqa remont nabiga ketyapti. Rasm unchalik kamchilik bo'lsa-da, remont nabiga ketyapti. Hozir mana shu yerdan shunday harakatlanish mumkin degan o'zlaring fikrlaring bo'lsa, shunday video qilib ko'rsatish ham mumkin. Lekin endi bitta bu holat emas, umuman har qanday holatda qaysidir holatda masalan haydovchilar video qiladi, rolda o'zi telefonda foydalanib video qiladi. Qoidabuzarlik bilan ko'rsatish kerak emas-da. Qaysidir qoidabuzarlik bilan ko'rsatish kerak. To'g'rimi? Aka, yaxshi